Assalomu alaykum. Qarabanglar, kunlaringiz xayrli olsun. Bugungi xizmatimiz Baxtli korxonasidan orasida 19 stol, muhim joy vositalari. Bugun xarajatlar o'zlarimizdan hisob kitobini chiqarib ko'ramiz. Investitsiya summasi tushganini maksimalni parallel qilmasa zagalda xudo xohlasa ishdan boshlaymiz. Menyuda asort-yoga xudo xohlasa, ichida jo'jalari bor, setga tovuqlari bor. Videoning oxirida stolni full variantini ko'rasizlar xudo xohlasa. Buni to'y qildirib yurgan, to'y atamanda yurgan yaqinlarga aytib qo'yinglar video. Limon koymaktimi? Biraz taqvo berib qo'yinglar. Rahmat. Qanday tarafdan nobud Toybek ne ishlar bilan bandsan? Qo'rg'on jo'jani taqlatdik muzeyni. Hop. Video davomida ko'rib boraverasizlar. Diqqatlisi bo'ladi bugun. Uka kishati ketib boram o'zimda qilman, ha? Hammasi o'zimda. Mana dur. Yaxshi, zakotat kelgan. Setga tovuqlar tomoniga ketdi. Ha, nobud tutib edi Toybek. Bu jo'jadan keyin setga to'qimiz ham bor. Xo'razni otamoni so'ydi. Xo'razni tomoni isha ekan sen ayshi. Bu ham qizarib. Xo'raz axı bu. Damda qiskiradi. Damda qiskiradi, yana qiskiradi. To'yda qiskirib yaptı bu yana to'yda. Ağzını yiyip bir şey yaptı. Bunu karşı suya batırbasam durmaydı. Asıl. İmanay. Bo'ladi? Suya batırsam durmaydı. Yo'q, duradi. Yapışması değil canda. Kelaverasizlar. Babalarmış. Yomon qildi. Siz ana. Bu gülden mazva yok doğrusu. Ufaklarım kalavereyim mi yanında? Ben o kadar işim yok. Gülüm mü bilemem ben. Bilmem. Gül eğitiler. Yok. Levlegi. Levlegi tamam. Sen tasarrufu ben. Bitti mi? Zala 4'e bakalım. Qaysi? Do'stlar, stolimiz tayyor bo'ldi. Biz Baxtli korxonasidamiz. Bugun ustay soni 20 stol bo'ldi. Adam başına 220 so'mga tayyor dasturxonimiz tushdi. To'ychalarga aladidan izlatib, orqaga kelib ovqatlanib yeb ketaveradilar. Tak что bizlarga xizmat kerak bo'lsa bemalol
telefonlashaverasizlar. Biz 24/7 xizmatdamiz sizlar uchun. Sog' bo'lasizlar. Bugungi tadbirimiz serbest film tarafından o'tkazilib turibdi. O'zlariga ko'rishlaringiz mumkin. Chiroyli qilib buni bolalarimiz o'tib qo'ydilar. Bugun 230 odamga restoran qilganmiz. Xudo xohlasa ko'rib, o'zingiz bahosini berib, kommentarda fikrlaringizni yozib ketaverasizlar. Stolimiz narxiga keladigan bo'lsak, odam boshiga 220 ming so'mdan tayyor stol tushdi. Kelasiz, o'tirasiz, yeb ichib ketaverasiz. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizlar murojaat qilasizlar. Nomerlarni shu yerda yozib qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.